Pullar sovchilikka keldik. Mangami? Hazır. Olinglar, olib o'tiringlar. Ya, onasi demasa mana shu salat bizga qimmatga tushdi. Kolbasa soldik, sir soldik, mayonez soldik, obsh 350 mingga tushdi salat. Yegis kelyaptimi? Yo'q, yegim kelmayapti. Kelmayaptimi? Unda qo'y. To'xtang onasiga. Mana shu mevalarni qanchaga oldik bozorda? 650 ming. 650. Qishda qimmat bo'lar ekan-da. Yegis kelyaptimi? Yo'q, rahmat. Unda qo'ying xolasi. Noto'g'ri tushunmang, просто qimmatga tushdi. To'xtang. Xolachka, mana shu qo'lingizdagi vilkani biz Xitoydan 1992 ming dollarga oldikmi? Shuni kir qilmaylik, qo'lda yuving. Xo'pmi? Svetmi yo'q? Svetmi yo'q, svet o'chir. Svetam o'zi pulku, bir-birimizni ko'ryapmiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, ko'rmayapsizmi mana shu? Kimligingizni ko'ryapmiz. Endi bir qizingizni ham ko'rsak, a? Mayli, chaqir. Qizim, choy olib kir. Lekin u olib kirgan choy ham pulli-da. Dada, ovqat qilaymi, yo'qmi? Nimaga unday deyapsan? Sovchilarni olayotganmi, olmayotganmi, olishmasa nima qilamiz ovqat qilib? Lishni rasxot qilib. Undan ko'ra dangal gapirsin. To'g'ri aytyapti qizim. Tan olinglar, to'g'ri aytyapti. Hozirlar biz qilgan ovqatni yeb ketasizlar. Keyin olmasanglarchi qizim, to'g'rimi? Shuncha pulga biz ubutga bo'lamizmi?